Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Qo'qon shahrida Zelyonyada joylashgan Karvon milliy taomlaridamiz. Ovqatlarni tatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ovqatlarni mazasiga gap yo'qda. Malakali oshpazlar faoliyat olib boradi. Akalarimiz qo'llari dard ko'rmasin, jonlari sog' bo'lsin. Bag'ini qoshiq yeymiz endi. Bunaqa lag'monni Qirg'izistonda ichgan. Lekin ta'mi zo'r. Tugadi. Karvon choyxonasi hammalarga kutib olamiz. Sog' salomat bo'ling. Rahmat.